Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Putin Zelenskiy bilan Moskvada yoki boshqa istalgan joyda uchrashishga tayyorligini bildirdi. Dmitriy Peskov uning ta'kidlashicha, Ukrainadagi urush istalgan payt to'xtashi mumkin, agar Kiyev qaysi qarorni qabul qilish kerakligini bilsa. Uning boshqa bayonotlari: Putin Zelenskiy bilan Moskvada istalgan boshqa joyda uchrashishga tayyorligini aytgan. Vladimir Putin o'zining birinchi o'qituvchisi uchun Moskvada shaxsan madaniy dastur taklif qilgan va tayyorlagan. Ukraina prezidenti ofisi sobiq rahbari Andrey Yermak pul yuvishda gumonlanmoqda. 2025-yilda Andrey Yermakning uyi tintuv qilingach, lavozimidan ozod etilgandi. Endilikda siyosatchi elita turar joy loyihasi orqali 10 million dollardan ortiq mablag'ni legallashtirishga gumon qilinmoqda. Shimoliy Koreya Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushidan 14 milliard dollargacha daromad ko'rdi. Janubiy Koreya tahlilchilarining hisob-kitoblariga ko'ra, qurol-yarog' yetkazib berish harakatlari va Shimoliy Koreya qo'shinlarining Rossiyaga yuborilishi Kim Chen In rejimiga taxminan 14 milliard dollar ishlab topish imkonini bergan. Bu mamlakatning deyarli 1 yillik yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichiga teng. Biz yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Rossiya urushni yakunlash niyatida emas, dedi Vladimir Zelenskiy. Trump Eronga qarshi harbiy harakatlar ehtimolini ko'rib chiqmoqda. Chunki muzokaralar va sulh amalda yopiq ko'chaga kirib qolgan. Axios Oq uyda Eronning yadroviy dasturi sababli Tehronga qarshi ehtimoliy zarbalar va bosimni kuchaytirish masalasi muhokama qilinmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga yashirincha hujum qilgan. Wall Street jurnali: Birlashgan Arab Amirliklari hech qachon rasman xabar bermagan hujumlar orasida Fors ko'rfazida joylashgan Eronning Livan orolidagi neftni qayta ishlash zavodiga qilingan hujum ham bor edi. Hujum aprel oyining boshida Trump sulh e'lon qilishdan sal oldin sodir bo'lgan. Eron oliy rahbarining maslahatchisi Ali Akbar Valayti Trump Erondagi hozirgi tinchlikdan foydalanib Pekinga g'alaba bilan kirib boraman deb o'ylamang. Avval Yaqin Sharqdagi yangi geosiyosiy tartibning alifbosini o'rganing. Biz sizning jang maydonida mag'lub etdik. Diplomatik maydonda g'olib chiqaman deb o'ylamang, deb ma'lum qildi u. Eronning AQSh bilan kelishuv bo'yicha 14 banddan iborat taklifiga alternativ yo'q. Boshqa har qanday yondashuv omadsizlikka mahkum, deb ma'lum qildi Eron parlamenti spikeri G'alibaf. Shuningdek, AQSh qancha kechiktirsa, amerikalik soliq to'lovchilar shuncha ko'p to'lashlari kerakligini ta'kidladi. Eronning yer ostiga ko'milgan boyitilgan uraniga yetib borish uchun faqat AQSh va Xitoyda kerakli texnologiyalar mavjud, dedi Donald Trump. Eronning boyitilgan urani shunchalik chuqur ko'milgan va obyektlar shunchalik qattiq shikastlanganki, Tehronda uni ko'chirish uchun uskunalar yo'q, dedi Trump jurnalistlarga. Bundan avval Trump ertami-kechmi Qo'shma Shtatlar Erondan boyitilgan uran zaxirasini olib chiqib ketishini ma'lum qilgan edi. Trump Oq uyga ko'chib o'tgan paytida u yer rasvo ahvolda bo'lganini aytdi. Bu joyga tegishli darajada qaralmagan edi. Rafiqam menga o'zimni rahbardek tutishim kerakligini, shu sababli haqoratli so'zlarni ishlatmasligimni aytdi. Shuning uchun odatda men u yerni axlatxona deb atagan bo'lardim. Lekin bunday deyishni istamayman, dedi Donald Trump.